Diqqat! O'zgidromet 24 dekabrda qaysi hududlarda yog'ingarchilik, ayozli sovuq bo'lishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet 24 dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, kunduzi 6-8 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo biroz bulutli bo'ladi. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi, deyilgan xabarda.